ko'cha juda ham issiq edi. Qarasam zal bor ekan. Kirib bitta qiziqib ko'raychi. Chunki nimaga? Sportga, zalga o'zimizga ehtiyojlar ko'payib ketdi. O'zimizda ham 4-5 ta zallar ochildi. Bu zo'r haqiqatan. 250 dirham ekan bir oyiga. Salkam 60-70 dollar bo'ladi. Toshlarni ham terib bergan, go'zal atmosfera, gap so'z yo'q. Bemalol shug'ullana olyapti. Dubayda ham shug'ullanadigan odamlar juda ham ko'paygan. Zal qisqagina, kichkinagina ekan. Lekin ham gap so'z yo'q. Kirib bemalol videoga olaver, muammosi yo'q dedi. Shuning uchun akalar zal baribir yaxshi narsa. Sport hamma joyda baribir qadrlanadi. Buni bu yog'iga ham xudo xolisa shunaqa. O'zimiz ham zalga chiqib shug'ullanishimiz kerak, chunki safarda ko'p yuramiz, har xil vaziyatlar bo'ladi. Odamni baribir psixologik ko'rinishiga qarab turib muomala qilish ham hozir hech kimga sir emas. Hamma joyda ko'rinishingiz chiroyli bo'lsa, отношение ham, muomala ham shunga yarasha chiroyli bo'ladi. Xudo xolisa O'zbekistonga borgandan keyin birinchi bo'lib qiladigan ishimiz o'zimizni ko'rinishimizni chiroyli qilib olamiz. Zaif musulmondan ko'ra kuchli musulmon yaxshi degan gaplar bor. Bu hech kimga aniq emas. Zaif musulmondan ko'ra chiroyli, zaif musulmondan ko'ra asha joyini hech aniq qilolmayman. Zaif musulmondan ko'ra kuchlisi afzalroq degan. Shuning uchun xudo xolisa ko'rinishimiz ancha ozg'in sport bilan unaqa shug'ullanmaganmiz. Lekin yana shug'ullanish niyat bor. Borgandan keyin bitta zo'r zavri tanlab turib, odam o'ziga ham, sog'lig'iga ham albatta e'tibor berish kerak. Chunki sport bilan shug'ullangan odamda sog'lig'ida muammo bo'lishi juda ham kamdan-kam uchraydigan holat. Shuning uchun akalar zalga bemalol chiqib shug'ullanishingiz mumkin. Biz Dubaydamiz. Shunaqa gaplar. Thank you bro. After 7-12 o'clock. Shuning uchun shunaqa gaplar akalar. Biz kirdik, hamma joy yaxshi, bemalol kiraver dedi. Thank you. Tilni bilmasdan kirib shunaqa ma'lumotlar olish yurak baquvvat bo'ladi. Rostdan safarga chiqinglar akalar. Nimadir qanaqadir yo'nalishda chiqinglar, o'zingizlar yo'nalishingizlarga qanaqadir manfaatli bo'lsin, yurak baquvvat bo'ladi. Shu zallarga o'zimiz O'zbekistonda bo'lib turib kirmaymiz, nimaga cho'chiymizmi, nimaga hali bir g'alati interesniymi? Hozir liboy joyga kirib bemalol ma'lumot ola olinglar. Chunki bu ma'lumot oddiy narsa, bemalol kirib ma'lumot olishingiz mumkin. Xohlagan joyingizdan agar ruxsat beradigan bo'lsa. Safarda bitta yaxshi tomoni yuragingiz baquvvatlashadi. Yaxshi tomonga albatta o'zingizga qiziqtirgan narsalar bemalol so'rab qiziqishingiz mumkin. Hattoki tilni bilmasdan. Tilni bilmasdan kirib shuncha ma'lumot oldim. Bu menga yana bitta plus. Xursandman o'zim. Ozgina gaplashdim, inglizchani ham iloji boricha o'rganyapman, slovarlar tuzib olganman. 100 ta slovar bilan xohlagan tilingizda gaplashishni boshlasangiz bo'ladi. Qiynalasiz boshda, lekin gaplasha olasiz. Joninglar sog' bo'lsin. Dubaydamiz. Xudo xolisa ish istab yuribmiz. Hammalar yuramiz.